Qoraqalpog'iston, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaq tekin. Qoraqalpog'iston, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor ichida. Shular pazarga yana. Onlaynimizni 600 ming so'mga sotilgan go'sht mashinamiz olsa, xolodilnik sizga 3 million so'mga tushib turibdi. Shu xolodilnik 3 million so'mga chiqqan pazarga. 9,5 million so'mlik xolodilnik sizga 3 million so'mga tushadi. O'zi to'g'risi reklama tushdi, men uncha yaxshi ko'ravermayman. Agar bu yerda azroq qilib xatalashib yo'lmasa dudlig'ib so'lagan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman, o'zlaring tushunib olasizlar. Bu narsa 400 dan sotilgan, 2,5 million so'm aksiyaga tushirilgan. Ina olasizlar, 2,5 million so'mga chiqib qolibdi bular. 7,5 kilo kir mashinamiz, Monex brend asosida ishlab chiqqan pilososimiz, elektronniy misrovkamiz va 32 dyumli televizorimiz. Bu smart bo'ladi, ya'ni. Qarang, Ferri brend asosida ishlab chiqarilgan gaz plitalarimiz 2,7 ming so'mga sotilgan. 2,700 emas. Endi buni 1,700 ming so'm aksiyaga qo'yib beraman. 2,700 dan 1,700 aksiyaga qo'yamiz. 1,700 ming so'm aksiya savdo etsangiz, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati tekin bo'ladi. Ya'ni onlayn savdo etsalar. Onlayn savdomiz O'zbekiston qarorasi tushgan bu. Endi qarang, yana 200 ming so'm aksiya etaman. Yana 200 ming so'm. Yana 200 ming so'm. 2 million 900 ming so'mga tushadi. 8 kiloli. 8 aksiya yaqinda bu Bahara o'tadi. Raqalasa va. Qanasa bilan bir kechikimiz. Endi buni hisoblab ko'rishingiz mumkin. Kalkulyatorni olasiz. 1 million 800 ming so'mdan, choperimiz 3 million 800 ming so'mdan boshlanadi. 12 lik konditsionerimiz 7 million 7,5 million so'mga chiqib bor. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bugungi videomiz obunachilar. 4 kun bozordan bo'ladi. Ko'p vaqt bo'ldi bu shaharda gelmadik. Nishkenlikda bor ekan obunachilar, ichkariga kirib birgalikda ko'rib chiqamiz. Do'stlar, videoni boshlashdan bir like bo'lsangiz, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lishni unutmaymiz. To'liq aradin tushuntirib beradigan bo'lsam, 4 kun bozorni oldinda yo'l bilan. Hech ko'rib turibdi, hech tarafdan keladigan yo'q. Qo'l ostini olibgina ko'pchilik biladi, shuni yonimda o'zi bu. Kirib obunachilar. Nishkenlikda olib chiqamiz ma'lumotini. İçkere girsek obunachilar. O girgandan palagilar turibdi bu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu mikrofon taqib olsak. Buni qadar ki ko'p vaqt bo'ldi, bu yerga kelmadim, shunga bir yangiliklar bor ekan deb. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan ko'rishmaganimiz ham ko'p vaqt bo'ldi. Xudo xolasa bugun bir manfaatli video ishlashga harakat etamiz. Bu ko'rtog'alar sovg'alar bular. Sovg'a bular ko'p xudo xolasa. Bugun 20-fevral bo'lsa, 1-martgacha 10 kun xudo xolasa aksiya qo'yacakmiz. 10 kun davomida. Shunda bahorda aksiya yaqinda bu, bahora o'tadi. Xudo xolasa. Qanasa bilan bir tanishib chiqsak, pazar kelib edi. Başta xolodilniklardan başlasak, bu yerda hamma brenddan xolodilniklarimiz kelgan. LG, Zifler, Immer, Cell, Premier, Brando, Besson, Samsung, Volna, Brusa, Vesta, Pajif hamma brendlardan xolodilniklarimiz bor. Rahmat janob. Hamma brenddan bor. Qarang. Hozir 10 million so'mdan sotilgan Zifler xolodilniklarimiz 9 million so'm aksiyaga tushgan. Immerlarimiz ham aksiyaga tushgan bo'lib, hammasini ko'rsatib chiqishimiz mumkin. Evvel satılıb turgan bahaları bular, az çıktı şundan. Ziflerni 409 degan modeli Tourer bo'ladi. Tourer degani bu 24 soat svet o'chib qolsa, 24 soat o'zini muzayliqni saqlab qoladi. Eshigi yo'q holda. Eshigi yo'q holda. Adlar stekloniy variant. Agar eshigini ochib turib, vajlarni olib turib ko'proq ochib yo'lsa, bular 12 soat muzayliqni saqlab turadi. Bo'lmasa 24 soatda o'zini saqlaydi. Motorini 10 yil, o'zini 3 yil garantiya. Bular воздушный холодильник bo'ladi hammasi. Bu xolodilniklarimizga qo'yilgan sovg'alar bilan tanishtirib o'tsak, 10 kun qo'yamiz. Bu xolodilniklar sovg'alari. Qadrli yurtdoshlar, shu ko'rib turgan sovg'alarimiz 5 million yuqori bo'lgan xolodilniklarimizga qo'shib beriladi. 7,5 kilo kir mashinamiz, Monex brend asosida ishlab chiqqan pilososimiz, elektronniy misrovkamiz va 32 dyumli televizorimiz. Bu smart bo'ladi, ya'ni защита ekran, голосовое управление, YouTube, Bluetooth hamma narsasi bor. Ko'rib turgan xolodilniklaringizni hammasini shu sovg'alarni qo'shib beriladi. Qoraqalpog'iston, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaq tekin. Qoraqalpog'iston, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor ichida. Shular pazarga yana. Onlayn savdo etsangiz, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati tekin bo'ladi. Ya'ni onlayn savdo etsalar. Onlayn savdo O'zbekiston Qoraqalpog'iston bo'ylab ketaveradi. Pazarkilar bilan ketamiz. Pazarkilar bilan qo'shib yuboramiz. Bir dona xolodilnik olsalar, shu sovg'alarni xolodilnikka qo'shib sovg'a etib yuboriladi. Inominatsiyalar kerak bo'lsa, pazarga qaranglar. Hech qaysi yerda arzon emas. Mayda chuyda emas. Endi bularning bahasi yana o'zi yozilgan. Qarang endi rahmat janob. Shu yerda Cell xolodilnikimiz bor. Cell xolodilnikimiz non frost bo'ladi, to'g'ri, kam to'qda ishlaydi. 9,5 million so'mdan sotilgan. Endi siz qarang, 9,5 million so'mdan
Alamiz 2 milyon 200 ming so'mga kir mashinamizni, 2 milyon 200 ming so'mga sotilgan televizorimizni, 1,5 milyon so'mga sotilgan pilososimizni, 600 ming so'mga sotilgan go'sht mashinamizni olsak, xolodilnik sizga 3 milyon so'mga tushib turibdi. Shu xolodilnik 3 milyon so'mga chiqqan pодарок. 9,5 milyon so'mlik xolodilnik sizga 3 milyon so'mga tushadi ag'a. Yine obunachilar 9,5 milyon so'mga sotib turgan 3 milyon so'mga chiqib qoldi. Padaroklari bilan hisoblasa. Hamma brenddan bor. Bu yerda hozir bir dana reklama uchun qo'yganmiz. Skladimizda xolodilnik ko'p. Bu yerda xolodilnik oz ko'rinishi mumkin, lekin skladimizda xolodilnik bor. Xudo xolasa 10 kunga hammaga yetkazib beramiz. 10 kunda unda obunachilar shoshilib qolasalar, pulni hisoblab yurdinglar, padaroksini ko'rib tursalar bularni. Hammasini amaliyot etib kuchada turganlarni. Hammasini o'tadi. Shu biletdan sog'alamiz, shu yerda ko'rib turgan xolodilnikning hammasini o'tadi. Yine obunachilar shu yerda ko'rib turgan qaysi bir sohaslardan katta nazar shu yerda padaroklari bor. Shunday. Pol avtomat kil mashinalarimizga kelsak, Rahmatjon aka, 7 kiloluk, 7,5 kiloluk, 8 kiloluk, 9 kiloluk va 13 kiloluk. Ustunda ko'rsatib turgan yozuv bilan shoxlaringizda aksiya qistilganlar bo'lsa, ana shu yozuv bor narsalarga shu sovg'alarimiz o'tadi, amal etadi. 2 milliondan sotilgan, 1 million 800 aksiyaga tushirilgan, 1 million 800 dan beriladigan sovg'alarimizga qarang. Koxinning nabori, chopperimiz, tifalimiz, dazmalimiz va elektronnik pechkimiz. Endi buni hisoblab ko'rishingiz mumkin. Kalkulyatorni olasiz. 1 million 800 ming so'mdan, chopperimiz 150 ming so'mdan sotilgan. 150 dan sotilgan, qarang. Koxinning naborimiz 200 ming so'mdan sotilgan. To'g'rimi? Pechkimiz 100 ming so'mdan sotilgan. Dazmalimiz 300 ming so'mdan sotilgan. Tifalimiz 100 ming so'mdan sotilgan, to'g'rimi? 950 ming so'mga. Shunda o'sha padarokilar 950 ming so'mga chiqqan. 950 ming so'mga tushadi. Shu kir mashinamiz. Shu kir mashinamiz yana. Shu sovg'amiz hammasi shu yerda ko'rib turgan pol avtomat kir mashinalarga amal etadi. 8 padarokilar pol avtomat amal etadi onlar. Padarokilar. 7,5 kilovatlar buni qarang, 2 million 100 dan 1 million 800 ga tushgan, 2 million 200 dan 2 millionga tushgan, 2 million 200 dan 2 million 50 ming so'mga tushgan, 13 kilovatlarimiz 2 million 100 ming so'mga tushgan shu sovg'alar bilan qo'shib beriladi. Ino buni asoslari. 950 ming so'mga chiqqan turibdi padarokilar bilan hisoblasanglar. Endi konditsionerlarimizga kelsak, Rahmatjon aka, hozir konditsionerlarimiz bu yerda metimiz kichkina bo'lgandan so'ng bu yerda bir dona asbobimiz hamma brenddan bor. Hamma brend 12lik konditsionerlarimiz qarang, baholari 3 million 800 ming so'mdan boshlanadi. 12lik konditsionerlarimiz 7 million 7,5 million so'mgacha bor. Bularni ham kelsalar shu yerda sovg'alarni cho'tirib beramiz. Orqamizda avtomat kir mashinalarimiz ham yozilib turibdi. Buni qarang. Avtomat kir mashinalarimiz 6 kiloluk, 8 kiloluk, 7 kiloluk, 6 kiloluk kir mashinalarimiz 3 million 400 dan sotilgan. Bularni optim bahoga tushiramiz. 2,5 million so'mdan beramiz. 2,5 million so'm. 2,5 million so'mdan dastlabki uстановkasi mutlaq tekin bo'ladi. Ha, dastlabki uстановка mutlaq tekin. Hesimiz brend asosida ishlab chiqarilgan A+ dan 3 6 kiloluk 3 million 400 dan sotilgan, 2,5 million so'm aksiyaga tushirilgan. Yana obunachilar 2,5 million so'mga chiqib qolibdi bular. 7 kiloluk Emmi brend asosida ishlab chiqarilgan A+ dan 2 dona bo'ladi. Parovoy sistemamiz bo'ladi. Inverter, motor, очистка baraban, hamma narsasi bor. Barabarlar nержавейка bo'ladi. Bular 4300 dan sotilgan, vaqtida sotilgan. Bu narsalarni ag'a 3200 ming so'm tushirganmiz. Bu narsani aksiyaga qo'yib turib, asotga narsa emas, toza narsa. Buni sotib turib toza vajda akalarimiz degan niyat yo'q, lekin o'zini shu aksiyaga tushirgan. Bu o'zlari toza narsa bular. Toza hozirda ishlab chiqarilgan narsalar. Yine obunachilar hammasi bularning bahasi Sel brend asosida ishlab chiqarilgan. Bu ham 6 kiloluk bo'ladi, 4200 dan sotilgan, 3 million 100 ga tushirilgan aksiyasida. 8 kiloluk kir mashinalarimizga qarang. 3 million 800 dan sotilgan, 3 million 100 ga tushirilgan. 3 million 100 ga tushgan bu. Endi qarang ag'a, yana 200 ming so'm aksiya etaman. Yana 200 ming so'm. Yana 200 ming so'm. 2 million 900 ming so'mga tushadi ag'a. 8 kiloluk. 8 kiloluk 2 million 900 ming so'mga tushadi. 10 kiloluk. 8 kiloluk 10 yil garantiyasi bo'ladi. Motorga 10 yil bo'ladi. Korpusga 3 yil garantiya bo'ladi. Inverter motor, parovoy sistema hamma narsasi bor. Biroq bu yerda ko'rib turganlaringiz, bu yerdagilar turadi. O'zini tanlagan upakovkadan tozasini ochilmaganini beramiz. Dastlabki uстановкасы mutlaq tekin. Obunachilar 2 million 900 ga chiqib qoldi, e'tibor etinglar bunga. 8 kiloluk 10 yil garantiyami bu? Motormi? YouTube ko'rmay, Alatan yerini keldi endi, yada o'rmay uyda. Biratlarim, kelinglar, opasinglar. Alatan yerine keldi. Obunachilar bir chetdan ko'rsatganda 2,5 million so'm. 3 million 200 baholari tushgan baholari. Bu 2 million 900 ga tushdi, 3 million 100 yozib turibdi. Yana 200 million so'm bo'lib ketdi. 8 kiloluk e'tibor etinglar. Shundan ishlatish kerak. Alatan yerine gelish kerak endi buni shu yerga. Rahmatchilar, gaz plitalar
Rahmatjon aka, endi gazlarimizni ham aksiyasi bilan tanishtirib o'tgan bir qator. Ha, bu gaz Bu yerda ko'rib turganingizdek, gazni hamma modelidan bor. Agar bu yerda yo'q modellar bo'lsa, skladimizda bor. Qanday gaz kerak bo'lsa, o'zimizga modelini yoki otini aytsa, skladimizda turib ochib ko'rsatib beramiz. Bu yerda do'konimiz salgina kichkina bo'lgandan so'ng bu yerga hammasini ochib qo'yish bizga mestimiz yo'q, siymaydi. Sababi shuning uchun bizga tushuntiradilar kelib turib. Endi qarang, o'zi to'g'risi reklama ochishni men uncha yaxshi ko'ravermayman. Agar bu yerda azroq qilib xatalashib yoki dudlig'ib so'lagan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman, o'zingizlar tushunib olasizlar bu narsaga. Qarang, Ferri brend asosida ishlab chiqarilgan gaz plitalarimiz 2700 ming so'mdan sotilgan. 2700 emas. Endi buni 1.700 ming so'm aksiyaga qo'yib beraman. 2700 dan 1.700 aksiya qo'yamiz. 1.700 ming so'm aksiya qo'yib beraman. Buni hamma yeri gazda yanadi. Duxovkasi ham, usti ham gaz bo'ladi. Umuman bunga to'q ulanmaydi. 4 ruchkasi 4 tane usti uchun отдельный trubka kelgan, duxovka uchun отдельный 2 tane trubka kelgan. Past ham yuqori ham gazda yanadi, ikkovi ham tengina bir vaqtda yanadi. Bu gazimizni 1.700 ming so'mdan aksiyaga qo'yib beraman. Rahmatjon aka. 1.700 dan. Qadrli yurtdoshlar, o'rganib qolinglar. Birinchi kelgan 5 ta odamga yetadi. Soni cheklangan. Birinchi kelgan 5 ta odamga yetadi. Ha, soni cheklangan. Ha, soni cheklangan. Bundan obunachilar shu yerdan e'tibor etinglar. Sizlardan birin gap olib ketdik, tamom bo'lgan bo'lsa so'ng kelib. Shu gaz uchun Rahmatjon kanalidan, Rahmatjon kanalidan shuni kanaldan ko'rib keldim desa, unga отдельный sirli sovg'amiz bor. Sovg'amiz kichkina narsa emas. Shu gazmi yana? Sizning kanalingizda ko'rib kelgan odam uchun sovg'asi beriladi. Ina obunachilar, sovg'asi. Endi gazimizga qarang. Ideal brend asosida ishlab chiqarilgan turistik gaz bo'ladi. Bu gazimiz grill funksiyali, zajgalkalı bo'ladi. Buni duxovkasi past gazda yuqori to'xta yanadi. Ustlari cho'gunli bo'ladi. Hozir eng trendda yurgan gazimiz shu. 265 degan model bo'ladi. Bu gazimiz 3.300 dan kam sotilmagan. Bu gazni 2.200 ming so'm aksiyaga qo'yib beraman. 2.200 ga? 2.200 ga qo'yib beramiz. Undan ham boshqa brendlarimiz bor. Bu qolgan brendlarimizni o'zi shurga kelgan vaqtida sovg'alari, aksiyalari bilan tushuntirib, hammasini haqida ma'lumot beramiz.